Birodarlar va opa-singillar, balki shu voqea orqali Alloh qalblaringizni namozga o'char. Chunki har qanday soniyada kech bo'lishi mumkin va bu videoni namoz o'qimaydiganlarga yuboring. Bu voqea Salim ismli bir yosh yigit haqida. U bolaligida namoz o'qirdi. Azonni tinglashni yaxshi ko'rardi. Ammo ulg'aygan sari namozdan uzoqlashdi va butunlay namozni tark qildi. U derdi: Alloh uchun mening ruku va sajdalarim muhim emas. U uchun mening ruhim muhim. Men ruhim bilan pokman. Unga nasihat berib, namozni boshlagin deyishganda, u javob berardi: Qarasam o'qiyman. Oldimda ko'p vaqtim bor, ammo vaqt topilmadi. Bir kuni u uxlab tush ko'radi. Tashqarida azon o'qilmoqda. U tashqariga chiqadi, hech kim yo'q. Azon ovoziga qarab yuradi va qabristonga yetib boradi. U yerda oq kiyimdagi bir kishi azon o'qiyapti. U undan so'raydi: Sen kimsan? Nega qabristonda azon o'qiyapsan? U javob beradi: Men sening qazo bo'lgan barcha namozlaringning muazziniman. Barcha o'tkazib yuborgan namozlaringning. Men keldim senga aytishga. Bu sening oxirgi azoning. U birdan uyg'onib ketadi. Va bu tush emas edi. Uni insult urdi. U yaqinlariga hech narsa ayta olmasdi, faqat eshitardi. Ko'zida yosh bilan anglab yetdi. Hatto hozir turib tahorat ham ola olmaydi. Tahorat bilan ham turib bo'la olmaydi. U faqat bitta narsani orzu qilardi. Bitta rakatni.